dadangizga o'xshashini xohlamasangiz o'zingiz kashf qilishingiz mumkin. Shunaqa. O'zingiz kashf qilishingiz mumkin-da. Agar mana ongsiz ravishda bo'lsa, inson agar o'zi boyagi nima xohlashini o'zi bilmasa, boya aytganimdek, avlodini takrorlaydi-da. Ongsiz ravishda uyquda bo'lsa, dadasi qanaqa unga birinchi ko'z ochib ko'rgan erkagi dadasi-ku, qiz bolani birinchi ko'z ochib ko'rgan erkak, erkaklar mana shunaqa bo'lar ekanda, demak bundan boshqacha bo'lmas ekanda degan ong ostida o'sha programma joylanadi, anavga qizga joylanadi va kelajakda xuddi shunaqa uchraydi. Birinchi programma bu otasining programmasini ko'rgan bo'lgani uchun o'sha programmadagi erkakni o'ziga tortib oladi. Keyin uyg'ongandan keyin mana sizga o'xshab bilib qolyapsiz-ku, endi bilib qolyapsiz, ko'p narsani anglab qolyapsiz. Umuman hayotingiz sizni ota-onangizga o'xshamagan 100%, 180 gradus darajada boshqacha bo'lishligini bilib qolyapsiz-da. Umuman o'xshamaydi aslida. Aslida umuman hech kim hayoti hech kimnikiga o'xshamaydi. Ssenariylar bor, shunaqa ssenariylar boshqacha bo'lgandan keyin borku, umuman sizning hayotingiz butkul boshqacha. Butkul hech kimnikiga o'xshamagan yer yuzida yagona va tanho sizning hayotingizning ssenariysi bor. Buni siz o'zingiz eslaysiz. Yaratuvchi o'zi yozib qo'ygan o ssenariysini. Ko'pchilik